Sen bilan ko'rishaylik, uyda hech kim yo'q degan mazmunda SMS xabarnomalari keldi. Qo'shni uydamisiz? Bilaman, eringiz chet elga ketgan. Devoringiz orqasidaman. Sizni sog'indim. Uchrashaylik. Gap shundaki, Sirdaryoda huquqbuzar erkak eri chet davlatiga ketgan qo'shni ayolga shilqimlik qilgani uchun jazolandi. Mazkur ish sudda ko'rilar ekan, huquqbuzar erkak spirtli ichimlik iste'mol qilgani sababli o'zini harakatlarini to'liq anglab yetmaganini, u bilmasdan boshqaga yuborishi kerak bo'lgan SMSni adashib qo'shnisiga yuborganini ta'kidladi. Ammo jabrlanuvchi ayol buni rad etib, SMS xabarida aynan uning ismi yozilganini, huquqbuzarning bu harakatlari oilasining buzilishiga olib kelishi mumkinligini sudga ma'lum qilgan. Xovos tumanida yashovchi fuqaro o'zining mahalladoshi Turkiya davlatiga ishlashga ketganligidan xabardor bo'lib, kechqurun uyda qolgan ayoliga SMS xabar yuboradi. Ya'ni SMS xabarda uni kechqurun uyda kutayotganligini, kechqurun ko'rishgisi kelayotganligini va unda uyda yolg'iz bo'lganligi sababli uyga chaqirish to'g'risida xabarnoma yuboradi. Shundan so'ng ayol kishi yuborilgan SMSlarni skrinshot qilib ichki ishlarga taqdim qilingandan keyin to'plangan hujjatlar sudga yuborilgan. Huquqbuzar erkak qo'shnisiga sizga yozayotgan SMSlarim haqida hech kim bilmasin degan bo'lsa-da, ammo ayol erkakning bu xatti-harakatlari haqida huquq-tartibot organ xodimlariga xabar beradi. Huquqbuzarning aybiga iqrorligi, jabrlanuvchining qonun doirasida qo'shnisiga nisbatan qat'iy chora ko'rish haqidagi da'vosi inobatga olinib, sud qarori e'lon qilindi. Huquqbuzarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41.1 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga nisbatan ushbu modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar xususida fuqarolik ish yuritish tartibida murojaat qilish huquqlari tushuntirildi. Endi u qo'shnisiga yozgan ishqiy munosabatdagi SMSlari uchun 5 kun jazo muddatini o'taydi.